Jonim, kelyapsizmi? Birinchi uchrashuvimizni intizorlik bilan kutyapman. Kela qoling. Xo'janim. Qara, hozir bitta nozu mehmonim kelyapti. O'zing chiroyli joy qilib qarab turasan, tushundingmi? Hop bo'la. Adashma. Voy, shu yetmay turuvdi. Onasi, yaxshi keldingmi? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Kel o'tir. Sen hozir 5 minut o'tirib turma, hozir kelaman, hop. Alo. Qayerdasiz? Bilmadim, taksi adashib ko'chani orasiga tashlab ketdi. Lakatsa tashing, hozir kirib chiqib ketaman o'sha yerdan. Qimillamay turing. Yonaman hozir. Qayerdasiz? Manimcha bosh burchi yo'q taklif. Bitta burchim yo'q keling. Kech qolmay turing. Qayerdasiz? Mavjum oqavatdaman. Shotga kelavering, ichkariga kirasiz. Yonib ketdim. Yo'q, qoladi yo'q. Ha, adasi, terlab ketibsiz. Nima turib olding, xotin? Yugurib bordingizmi? Maftunaxon yo'q ekanlarmi? Domni tagiga kirib ketibdilarmi? Voy, qanaqa maftuna nimalar deyapsan? Menga qarang. Siz bir oydan bir yoshib yurgan maftuna men bo'laman. Kartasiga jaraq pul otyapsiz-ku. Men so'rasam pulingiz yo'q, ha? Endi yondimi? Yomon yondingiz.